Dunyoda mo'jizalar juda ham ko'p. Ushbu ikki dengiz ham aynan mana shu mo'jizalardan biri hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek bu dengiz suvlari bir-biriga to'qnashib tursa ham, ammo hech qachon aralashib ketmaydi. Bugungi videomizda olimlarni lol qoldirayotgan, hattoki islom dinini qabul qilishiga ham sabab bo'lgan mo'jiza haqida qisqa va lo'nda qilib ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Undan avval esa kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Gibraltar bo'g'ozidagi bu holatni birinchi bo'lib okeanshunos olim Jakif Kusto 20-asrda aniqlagan. Okean va dengizda har xil harorat, hajmi, sho'rlilik darajasini turli xil bo'lishi, har bir suvning alohida fauna va floralari mavjudligi bir-biriga aralashib ketmasligiga imkon yaratadi. Ilmiy jihatdan aytganda, galoklin vujudga kelishi uchun bir dengizning sho'rlilik darajasi ikkinchisidan 5 barobar sho'rroq bo'lishi kerak. Siz ham sho'r dengiz suvini olib